Assalomu alaykum bozor va YouTube kanali tomoshabinlari, qadrdon do'stlar. Ayni vaqtda biz Andijon Jahon Mebel bozoridamiz. Bu bozorda 99-100% ishlab chiqaruvchilar navbatdagi ishlab chiqaruvchidan to'liq ma'lumotlarni, ya'ni yakkali ispaniyalar haqidagi ma'lumotlarni sizga birin-ketinlik bilan yetkazamiz. Xolmay aka. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Rahmat, Xudoga shukr. Xo'p, qaysi mebeldan tanishtirishni boshlaymiz? Aka, bu matrasli variantlarimiz. Bu korpuslari MDF bo'ladi, kalla oyoq. Matraslari ortopedskiy. Nechta tomonlamali? Bir tomonlamali yaxshisi bo'ladi aka. Xizmat qiladigan. Taylari sondiqchali bo'ladi. Sandiqlari. Sondiqchasi aka, mo bakoylarimiz 30 bo'ladi. Mo matras qo'ygandan keyin aka 46-47 santim ko'tarilib turadi yerdan. Tushunarli. O'ymish bo'lgan, ya'ni MDF da bo'lgan, ha? MDF da bo'lgan, mana ko'rib qo'yasiz. Jupi necha pul beramiz? Aka, buni jupini 2.600.000 mingga qilib beraveramiz. Tushunarli. Xo'p, navbatdagi komplektimiz bu machalkali varianti. Machalkasi necha santimetr? Aka, machalkasi 7 santim. Mo bakoylari chuqur, yergacha tegib turadi aka, bular. Xo'p, laminat materialda bo'lgan. Laminat, kalla oyoqlari MDF bo'ladi. Kalla oyoqlari MDF. Xo'p, mo'shi materiali bularimiz. Bu hozirgi villur. Mo'shi desa mo'shi, villur desa villur qilib beraveramiz. Tushunarli. Narxi necha pul chiqadi jupiga? Aka, buni 2.300.000 qilib beramiz jupini. 2.300.000 so'm bir jupiga chiqadi. Buni high-tech variantimiz hozir. High-tech, menimcha yangi modada bo'lyapti. Xo'p, mo'shi materiali. Mo'shi materiallar aka. Matras, machalkali. Bularniki ham 7 santim aka. 7 santimetr. Bular ham yergacha tegadi, kirom bo'ladi hamma yo'g'i. Tushunarli. Shuruplari qanaqa aka bularimiz? Aka, bo'litga aka bo'ladi shuruplari. Bo'litga aka. Bemalol yig'ib charchab yig'sa bo'ladi. Bo'ladi aka. Kerak emas paytda, mabodo shunaqa paytlar bo'ladi, yig'ib olib qo'ysangiz bo'ladi. U ishda o'zidan amalga oshirsangiz bo'ladi. Tepa tomoni machalka, mo'shi materialda ishlangan jupini necha pul beramiz? Aka, bularimizni 2.200.000 qilib beraveramiz. 2.200.000 so'm. Baland varianti. Buni hali arzonroq variantlari ham bor. 1.600.000lari. Tushunarli. Xo'p, navbatdagi bu ham matrasli variantlarimiz aka. Xo'p, shunaqa boshida ko'rsatgan. Bular ham ashi. Bir xil. Ichlari tay sondiq bo'ladi. Bir tomonlamali. 2.600.000 ga beraveramiz. Bu yoqdagi ishlar bor. Bu high-tech fasonlarimiz aka. Bular high-tech fasonga o'zgartirish kiritilgan, ya'ni bosh tomoniga villur agarada. Mo'shi aka, mo'shi. Mo'shi material, machalkada bo'lgan, laminat. Burchalar nima deyapsiz? Xilq kromka aka. Xilq kromka, ya'ni apparatda. Buni machalkasi biroz qalinroq. 3 talik oshirma-oshiq mexanizm qo'yilgan. Machalkasi necha santimetr? Aka, bularning machalkasi 8 santim. 8 santimetr. Jupini necha puldan beramiz? Aka, bularni 2.400.000 dan qilib beraveramiz. 6 santimetrli bo'ladigan bo'lsa-chi. 6 santim bo'lsa aka 100.000 radiusiya qiladi. Tushunarli. Xo'p, bu ham bir xil. Necha xil sveta qilib beramiz? Aka, 4 xil, 5 xil sveta qilib beraveramiz. Misol, klientali uyning rangini nima qilsa moslab beraveramiz. Abo'y ranglariga moslab berib bo'ladi. Bu high-techni pastiga ham bunaqa machalkali qilib ishlab qo'yishibdi. Narxi necha pul beramiz? Bu matrasligimiz 2.600.000. Bu matraslik, mana ko'rishingiz mumkin, matras yaxshi, ikki tomonlama. Necha yil garantiya beriladi matras? Aka, bizga 3 yil garantiya beradi. Xudo xolasa, misol 5 yil, 6 yil xizmat qilaveradi. Tushunarli. Misol matraslik 2.600.000 ga beraveramiz aka. Matrasliklarda 2.600.000 so'm. Buni ham narxi bir xil, ko'rsatganimizdek. Xo'p, bu pandamiz bor. Nomi nima edi? Miyahki aka. Xo'p, miyahki. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu machalkasi qalinroq variant aka. Xo'p, yana oshirma-oshiqlar, mexanizmlari 3 talik, mo'shi material. Ko'rishingiz mumkin. Bu yog'i machalkada bo'lgan 10 santimetrlik. 10 santimlik. Taydagi materialimiz qanaqa bunimiz? Laminat aka. Mo taylari MDF bo'ladi. Xudo xolasa, rangi bir xil. Jini rasxoti balandroq bunimizni aka. Necha pul beramiz? 2.700.000 ga beraveramiz bularni. 2.700.000 bir jupi uchun. 1.300.000 santimetrligi qanaqa bo'ladi? Aka, 200.000 radiusiya qiladi. 6 santim bo'lsa. 6 santimetrligi 200.000. 2.5 millionga qilib beraveramiz. 6 santimli machalka qo'yib bersak. Shunda donasi 1.200.000, 1.250.000 so'mdan necha xil rangda qilib bera olasiz? Aka, 4 xil, 5 xil rangi bor aka. 4-5 xil ranglari bor. Bu yoqda ham bor ishlar. Keyin monolarimiz bor aka. Xo'p, bu ko'rinishdagi ishlarimiz. Bularning ham narxi bir xil. Aka, bularimizni qarab chiqadi bu ham narx. Machalkalarimiz 7 santimli bular. Mexanizmli 2 ta. Mexanizm 2 tali mexanizm.
Bularimiz narxi aka 1.150.000 mingga bera olamiz. Donasini 2.300.000 jupini qilib bera olamiz aka. Tushunarli. Buni ham rasvetkalari bor. Bor aka. Tushunarli. Bu yoqdagi ham bor. Aha. Xo'p, bu yoqda ishlar bor. Hozir bu ishlar haqida ma'lumot beramiz. Laminatda bo'lgan. Laminat, plovkirovka bo'ladi aka. Machalkalar 7 santim bo'ladi. 7 santimetrli machalka, Ikkita mexanizm bo'ladi aka. Yergacha tegib turadi, yonboshlari baland aka. Tushunarli. Narxini nechta beramiz? Aka bularni 2.200.000 ga bera olamiz jupini. Tushunarli. Xohlagan svetda bor. Mana bu svetda xohlasangiz ranglarda kombinatsiya ham qilib berishib bo'ladi. Yana qaysi ishlarimiz bor? Keyin moshimiz bor aka. Xo'p, bu ish bozorda yangilik agar adashmasam. Yangilik. Ko'rishim bo'yicha. Bularda ham aka ichlari sonliq. Xo'p, ichlari sonliq. Sonliq bo'ladi. Xo'p, mexanizmlari ikkitalik. Necha santimetr machalka? Aka machalkalari 7 santim, yergacha tegib turadi. Kalla oyoqlari MDF, yonboshlari laminat bo'ladi aka. Tushunarli. Mo'yshiy material, xohlasangiz vellyur ham berishadi. Mana gayka bo'ltli variantlari o'chadan bo'shatib, bemalol aytib o'tganimdek boshqa yig'ishtirib qo'ysangiz bo'ladi. Buni narxi necha pul? Aka bularimizni 2.400.000 ga qilib bera olamiz Ya'ni aka. bir donasi 1.200.000 so'mdan xarid qilishingiz mumkin Andijon jahon bozorida. Ekranda telefon raqamlari turibdi. Yana bir qator aytib ketamiz. 88lik 88 kodi bilan 273 97 98. aytib o'tirgan raqamga. Misol shahar ichlariga dastlabkalarni bepul qilib bera olamiz. Andijon shahar narxi ichida Andijon shahar bo'ylab dastlabkasi kiradi. Vodiy viloyatlarning qolgan tuman shaharlariga bo'lsa kelishilgan holatda dastlabki qilib beradi. Ishlab chiqarish qayerda aka? aka bizni nimamiz Sho'roda. Jahon bozoridan 13 kilometr ichkariroqda lakasalar tashlab bera olamiz aka. Telefon raqamlarida Telegram va WhatsApp bor. Bemalol magazindagilar ham kelishilgan holatda ishlasa Qilib bera olamiz aka. cheklanmagan miqdor.